Ba'zi bir bemorlar oldimga kelganda, yana bugun ham bemor keldi. Aritmiyasi bor, ya'ni bemor 35 yosh atrofida 18 yoshdan beri yuragi tez urar ekan, to'satdan tez urar ekan. Va bemorni birinchi bergan savoli: aritmiyamni operatsiya qildirmasam nima bo'laman? Ya'ni nimaga olib boradi aritmiyani operatsiya qilmasam deb savol berdi. Bu juda o'rinli savol, chunki aritmiyasi hayot uchun xavfli emas. Bemorga ochiqchasiga aytdim, qo'pol bo'lsam aytdim, bu aritmiyizm aytdim sizni o'ldirib qo'ymaydi. Lekin aritmiyizni uzoq muddat aritmiya siz bilan birga yuraversangiz, bu aritmiya sekin-sekin, demak, har bitta yurak 200 turganda yurak nagruzkaga tushadi va yillar o'tishi bilan bu nagruzka demak yurakka tushirib va sekin-sekin yurakni kengayishiga olib boradi. Yurakni kengayib, yurak yetishmovchi degan qo'shimcha bitta kasallik orttirib olishingiz mumkin. Demak, bu birinchi bo'lishi mumkin bo'lgan sabablardan biri. Bu, конечно, demak, 1 yil, 2 yilda bo'lmaydi, 5 yil, 10 yil ichida mana shunaqa narsa rivojlanishi mumkin. Ikkinchi sababi, yurak har qachondir 200 ta uraversa, sekin-sekin yurakni boshqa joylarida ham demak qo'shimcha ikkilamchi o'choqlar paydo bo'ladi. Ya'ni kasalni oldin paroksizmal taxikardiya bezovta qiladi. Hozir esa ham paroksizmal taxikardiya qo'shimchasiga ekstrasistoliyalar yoki qo'shimchasiga mertsatsil aritmiya deydi, bo'lmachilar fibrillatsiyasi degan kasalliklar qo'shiladi va bu ham kasalni bezovta qilishni boshlaydi. Endi paroksizmal taxikardiyani kuydirganimizdan keyin bular обычно yo'qoladi. Agar yo'qolmasa, bularni ham keyinchalik kuydirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kasallarga tavsiyani bergan paytimiz, agarda aritmiya yilida sizdan kamida 4-5 marotaba bezovta qilayotgan bo'lsa, yurak tez urishi, bunda tezroq operatsiya qilib muammodan qutulib ketish kerak. Ya'ni operatsiya orqali o'sha narsadan qutulish imkoningiz bormi? O'sha narsani qilish kerakdi va hayotni sifatli, mazmunli yashash kerak bo'ladi. O'z vaqtida davolanmagan yaxshi sifatli aritmiyalar mana shunaqa ikkita katta долгосрочный deydi, ya'ni uzoq muddatli asoratlarga olib borishi mumkin.